Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana shu video bugun dunyo vaziyati haqida analiz. Bugun biz dunyoning nurg'un nahiyalarida urushlarni ko'ryapmiz. Bu urushlarning hammasi o'zaro bog'liq bo'lib, Amerika Qo'shma Shtatlarining dunyo tartibini qayta shakllantirish planining qanday amalga ishlayotganligini ko'rsatadi. Ko'rinishicha, Amerika dunyodagi mayga munosabatlik asosiy logistika yo'llarini o'z kontrollari ostiga olmoqchi. Birinchi, Amerika g'arbiy shaharni o'z kontrollari ostiga oldi. Buni shuningdek ko'rishga bo'ldiki, Xitoy Amerika uchun strategik ahamiyatga ega davlatlarning asta-asta shakllantirilmoqda. Bu davlatlar qatorida Panama va Venezuela kirdi. Meksika va Kanadaga nisbatan qattiq siyosat yurilmoqda. Grenlandiya va Kuba haqida har xil planlar tilga ilinmoqda. Kanadaning may mustaqil holda Xitoyga setish urinishlari Kanada portlariga may tanklarga to'sqinlik qilish orqali cheklanishi mumkin. Latin Amerikasi davlatlarining Xitoy shirkatlarini surib chiqish bo'yicha faoliyatlar kuchaymoqda. Ironga munosabatlik to'qinishning yuz berishi muqaddar edi. Chunki Iron yaqin sharqdagi qurolli guruhlarni qo'llab-quvvatlaydigan muhim davlatlarning biri bo'lib kelyapti. Bu Palestin qurolli guruhlari, Livandagi guruhlari va boshqa tashkilotlarni qo'llashni va ishiga oldi. Shuning bilan bir vaqtda Rossiya qurol-yarog' yetkazib, Ukrainadagi urushga ta'sir ko'rsatganligi haqida ko'p qatim bayon qilindi. Izrael va Amerika qarshi tahdidlarmi vaziyatni jiddiylashtirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoyga qarshi asosiy nishoni uning iqtisodiy va harbiy kuchini ojizlashtirish va yuqori texnologiya sohasidagi ustunlikni cheklash. Bu maqsadda savdo urushi, texnologiya cheklamasi va boshqa vositalar qo'llanmoqda. Xitoyning may ehtiyojining cho'ng qismi tashqi manbalarga tayanadi. Agar Irondan keladigan may og'imi uzilsa, bu Xitoy uchun muhim masala bo'lib qolishi mumkin. Rossiya va boshqa davlatlar orqali keladigan may ko'lamlarining cheklik bo'lishi bu masalani yanada murakkablashtirdi. Bunday sharoitda Amerikaning energiya sohasidagi kontrolli iqtidori kuchaysa, bu uning Xitoy va Yevropa davlatlarining bo'lgan iqtisodiy ta'sirini oshirishi mumkin. Rossiyaga munosabatlik sanksiyalarni yumshatиш yoki Yevropaga neft va gaz yetkazish masalasi bo'lsa, kelajakda cho'ng davlatlar orasidagi kelishimlar bog'liq bo'lishi mumkin. Tayvan masalasi bo'yicha hozircha Amerika bilan Xitoyning bevosita harbiy to'qnashuvga kirishishi qolmaydiganligini ko'rinib turdi. Shunga bu masala uzun muddat diplomatik va iqtisodiy besim vositalari orqali
davom qilishi mumkin. Bu sharoitda Xitoyning oldida ikki yo'l bor. Birinchisi, Amerika bilan muvofiqlashib, iqtisodiy va siyosiy bitimni qabul qilish. Ikkinchi yo'l o'z manfaatlarini qo'g'dash uchun tashqi siyosatni yanada qattiqlashtirish. Ikkinchi yo'lning xatarli taraflari bor. Bo'libmi Xitoy armiyasida korrupsiya, kadr o'zgarishi va texnika munosabatlik masalalar haqida ko'p munozaralar bor. Amerika Qo'shma Shtatlarining bu strategiyasi to'liq amalga oshamdi yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi. Biz bo'lsa bu o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatishni davomlashtiramiz. Rahmat diqqatingizga.